Anuni ko'pchilik so'rashibdi-da yana. Nima bo'ldi? O'smali sovun yordam berdimi? deb. To'g'risini aytaman, menga yo'q, u yoqmadi. O'sha yana bir marta ishlatib ko'rdim. Surib 5-10 minutdan keyin shampun bilan yuvib tashladim. Baribir sochim g'alati qilib qo'ydi. Yog'li bo'lib yog'li emas, quruq, qanaqadir tarashi qiyin. Короче, menga yoqmadi. Uni men endi sochimga ishlatayotganim yo'q, prosta mayda-chuyda bunaqa kirlarni yuvishga ishlatyapman. Bilmadim, balkim hammani organizmi har xil. Kimlargadir yoqadi, kimlargadir yoqmaydi. Masalan, meni sochimga tushmadi. Yoki original emasmi bizning O'zbekistondagi? Kim biladi? Короче, menga yoqmadi. Meni o'smali sovun haqidagi fikrim 0,000. Yoqimsiz. Короче.